Bugungi videoda nima bo'ldi? Demak, guruhga kiramiz. Keyin esa sizlar bilan hozir zo'r rasmlar tayyorlashga o'rganamiz. Birinchi galeriyaga kiraylik. Yo'q, uzr. Fotoga kiraverdim. Mana boshdan kiramiz. Rasmga kiraylik mayli. Bir logo rasmini olamiz, mana buni. Demak, endi buni bu robotni bilagini kuchli elmas deymiz va bu nimalar chiqaradi? Hozir ko'ramiz. Bu ishlash darajasi va ham tez va bu daraja tezlikka ishlaydi. Mana. Oh. Bu yolg'on bo'lib ketdi. Yana mayda ikkala qo'lcham chiqarib qo'yibdi. Yo'q. To'xtaylik. Boshqa rasm qilaman hozir. Boshqa mana. Yo'q. Robotni mana shu yerga qil. Mana shu yerda bo'lsam bu adashmasam qora tuynuk bo'lsa kerak, bilmayman. Bu chatlikdagi qaragan tezroq ishlaydi va sifatli. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Zo'r. Chotki. Shuning uchun sizlarga tavsiyam guruhdan foydalanishingiz mumkin va bu qulay. Rasmlar uchun. Buni inglizcha yozamiz. Thank you. You're welcome. Agar yana bir o'zgartirish yoki robot yaratishni xohlasangiz ayting. I understand you. Men seni tushundim. You are clever. Intelligent. Intelligent. Sen aqlli robotsan deyapman. Men tushundim, sen aqlli robotsan. Thank you. Actually, I'm Grok Turt. Yeah, Grok Turt. Built by but I am happy you think I'm intelligent. Men aqlliman, ammo men sen o'ylashingga xursandman deyapti. Yo'q, aytayapti. Men xursandman deyapti. Men senga xursandman deyapti. Ish qilyapti. You think I'm intelligent. Sen o'ylashingcha men nimaman deyapti. Aqlliman deyapti yoki What can I help you with today? Bugun men senga qanaqa yordam bera olaman? Asqar deyapti. Bu mening dadamning ismini yozyapti. Yaxshi. My name is Asqar. So I am clever boy. So I know English language. Can you speak English language? So I see many English cartoon. Do you watch TV?
Yes, I can speak English very well. Men ingliz tilini yaxshi gapira olaman. Hi Asqar deyapti. Salom Asqar. Nice to meet you. Men sen bilan tanishganimdan xursandman. You're a clever boy deyapti. Sen aqlli bo'lasan. For sure deyapti. Ishonchim komil deyapti. And it's cool that you know English from watching many cartoons. U deyapti. Nima edi? Salqin deyapti. O'sha deyapti. Sen bilasan ingliz tilida ko'p multfilmlar tomosha qilasan. Men ingliz tili shu odamlarni yoqtirmayman. Men nima edi? Vashtiy ko'rish yoqtirmayman deyapti. Vashtiy bu film. Unga odamlar yoqmay ekan, men bilmayman. Chunki men alman deyapti. Ha, ammo men ko'p ingliz tili multfilmlarini bilaman. O, yaxshi. Misol uchun I know SpongeBob SquarePants. SpongeBob jamoa pantslari deyapti. Pants. Tom va Jerry buni ham bilaman. Mickey Mouse buni ham bilaman. Paw Patrol buni bilmayman. Peppa Pig buni ham bilmayman. Peppa Pig men bilaman. Cho'chqalar bo'ladi. Peppa Pig, Bluey. Bilmasak ham bilmayman. And many more va ko'p ekan. Which cartoon is your favorite deyapti. Qaysi sening deyapti. Qaysi anoyi deyapti. Mashhur multfilm. Qaysi sen mashhur multfilm? Or do you want me to tell you a fun English story like in the cartoons? Just tell me. I'm ready to talk in English with you. Yoki deyapti sen menga aytishni xohlaysanmi? Qiziqarli ingliz hikoyalarni yoqtirasanmi? Multfilmlarni deyapti. Just tell me. Hozirgina menga ayt. I'm ready to talk in English with you deyapti. Men sen bilan gapirishga tayyorman deyapti. Yaxshi. Menga yoqadigan qaysi multfilm menga yoqadi? Odatda men qanaqa multfilmlar ko'raman? Anoni bilaman. Nima edi? Eng yoqtirgan multfilm qaysi? Mayli, oldin ko'rgan Kung Fu Panda deydi. Chunki odatda har doim Kung Fu Panda yoqadi. Hozir ham yoqadi. Kung Fu Panda. Hey, nice choice. Ajoyib tanlov. Kung Fu Panda is one of the best cartoons. Kung Fu Panda bir eng zo'r multfilm. Do you like Paw the Panda? Sen Paw Pandani yoqtirasanmi deyapti. He is very funny deyapti. U juda kulgili. It's a lot. U ko'p narsa yeydi deyapti. And becomes a dragon worse even though he's a lizard first deyapti. Shuningdek sababi Dragon Warrior hatto birinchidan juda ham anoyi deyapti. Nima edi? Erinchoq. My favorite part is when Paw says, mening mashhur qismim qachonki Paw gapirganda, there is no secret ingredient. Bu yerda yashirin ingredientlar yo'q. It's just you. Sen hozirgina which is part of Kung Fu Panda. Do you like the most deyapti. Qaysi Kung Fu Panda qismi deyapti yoqtirasan? Qaysi qismini ko'proq yoqtirasan? The fight scenes deyapti. Jangni yoki the funny moments with you Paw. Kulgili moment vaqtni shu kulgili vaziyatlar bilan Pawni Master Shifu or the Dragon Warrior training yoki Dragon Warrior bilan harakatlanish. Tell me, I can talk about it with you in English, or if you want, I can tell you a short funny story about Paw in simple English. Just say. What do you plan to do next, clever boy? Asqar deyapti. Yaxshi. Menga ayt, men senga deyapti ingliz tili haqida, shu inglizcha boyagi ingliz tili haqida sen bilan deyapti. Ingliz tili haqida gaplashamiz deyapti. Yoki deyapti sen xohlaysan, men senga ayta olaman qisqa kulgili hikoyalarni. Pawning oddiy ingliz tili haqida, hozirgina aytdi. Sen keyingi nimani xohlaysan deyapti. Aqlli Asqar bola deyapti. Yaxshi. Subscribe. Please. You
write subscribe. Very big. You do write a big subscribe. You write subscribe. أنا subscribe. Please subscribe. دق قلمان لايك وابونة برش unutmayın.